Menga qarang kelin poshsha, sizga gapiradigan gaplarim bor. Mana bunda o'tiring. Menga qarang, tushganingizga 1 yil bo'ldi. Nimani eplab qotiryapsiz, a? Ovqat qilishni bilmaysiz. Kir yuvishni bilmaysiz. Shkoplarni kirini qarang, bittasini chiroyli taxlamaysiz. Onangiz nima o'rgatgan sizga? Ha? Nima o'rgatgan? Pishirishni bilmaysiz, salat qilishni bilmaysiz. Qaynitingiz bir qaynagachilar kelsa, bitta chiroyli ovqat qilib ularni kuzatishni bilmaysiz. Qaynitingizni kutib olmaysiz, qaynagachingizni kutib olmaysiz. Ha? Bitta shirin ovqat qilib qo'liga bera olmaysiz. Qayt qiluvlaringizni men yana gapiray sizga. O'zichi sizlarga borganimda onangiz rasta sizni maqtagan edilar. O'zi onasi maqtagan qizni olmagin deyishgan edi. Men olgan edim mayli deb. 1 yil bo'ldi mashindor mashtimga keldingiz. Tushundingizmi? Bitta qiz o'stiribdilar-ku, betarbiya qilib o'stiribdilar. Rahmat bitilla menga, sizni kelin qilib o'tirganimga.